Bizani vodiy jutakka olib chiqamiz, Namanganni Chortog'iga chiqib ketyapti. Hozir hamma narsasini ichiga solib, o'rab tayyor qilib beramiz. Tandirlarimiz pishgan tayyor bo'ladi. Eslatib o'taman, 31-dekabrgacha mana shu go'zal tandirlar barcha nabor jihozlari bilan skidkada O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bekorga, ya'ni bekorga yetkazib beramiz. Naborning ichida nimalar borligini sizlarga bitta-bitta ko'rsatib beramiz. Tandir naborning ichida o'zini issiq cho'l qo'qondozlari bo'ladi. Mana shuni ichida bo'ladi bu ham. Tandir gazda ham, o'tinda ham ishlagani uchun ichiga garilkalarni qo'shib qo'yamiz. Nima deysiz aka? Mana endi ketyapsiz aka. Mana gulli chiroyli krishkasi bo'ladi. Tandirimizni keyin mana bunaqa go'shtlarni mana shunday qilib qo'yib pishirsak bo'ladi. 70 ta somsa 10 ta non qolsa bo'ladi. Tandir go'sht, tandir steklar qilaman desanglar, Nerzavikidan bo'lgan nabori bor. Hozirgi X da ham quloqlariga ilib qo'yib, bemalol mana qilib go'shtlarni ilib qo'yib pishirsanglar bo'ladi. Tandirda 4 ta baloni bor, joylarini o'zgartirib maza qilib ishlab yurasizlar. Kulli pastiga tushadi, pastdan olib to'kib tashlaverasizlar kullarini. Hamma naborlari bilan xudo xolasa Namanganni Chortog'iga chiqib ketyapti. Sizlarga ham kerak bo'lsa murojaat qilinglar. Pishgan tayyor holda bo'ladi. Olasizlar, shunday ishlatasizlar bu tandirlarni. Hozir bunaqa zarlarga o'rab, chuttikil chiqazaveramiz. Narxini bilmoqchi bo'lsanglar, shunday kommentga o'tib, plyus belgisini qoldiringlar, narxini yozaveramiz. Mana shu videoga bitta like bosmagan bo'lsangiz, sizga narxi bormaydi. Shuning uchun bitta like bosib qo'yasizlar. Biz mana nomerlarda bo'lamiz. Murojaat qilaverasizlar. 31-dekabrgacha bepulga dastavka qilib yetkazamiz. Shoshilib qolinglar, tandirlarimizning soni chegaralangan. Mana shuncha odam tandirlarimizni kuzatib turibdi. Hammaga yoqyapti degan umidamiz. Bitta like bosib qo'yasizlar. Tandirlarni shunaqa shutki qilib 70 ta somsa 10 ta non ketadi aka bunga. Mana bu ko'p keladi, chiqib ketadi. 10 ta non deyapti. Alohida yopiladi, bitta bayt emasda. Hozir alohida 100 tandirda ekan. Nima deysiz? Bu narxini bilmoqchi bo'lsangiz, shunday Instagramga kirib plyus qoldiring, sizga narx avtomatik yozib yuboriladi aka. Mana men chiqaman, zvizda bo'laman deyaptilar. Ko'ramiz, mana shu aka. Qayertasiz aka? O'zingiz qayertasiz? Qayertasiz o'zingiz?